Men qaraylik, sarkashib ketdim-da men hozirda. Bunaqa kerak emas gaplarni gapirmaylik, qo'yinglar, undan ko'ra men kerakli gaplarni gapiraylik. To'g'ri. Kerak emas shu. Kerak bo'lgancha kerak bo'lmas. Kerak emas narsani kerak deb o'zimcha kerakli qilmayman-ku, to'g'rimi? Nechadagi o'zizdamisiz? O'z tushuningizmi hozir nima degansiz? Tushundim. Tushuntiribroq gapiring odamga. Voy, baraka topgur mana. Bitta yarimta inson imorat qursa, mashina olsa, hasad qilish kerak emas. Nima qilish? Havas qilish kerak demoqchiman. Bo'ldi, tushundim. Formulani tushundim. Mana misol uchun mana konsert zalga kelib bu madaniyatsizlikda hammaning oldida telefon o'ynab o'tirish kerak emas. Nima qilish kerak? Tashqarida bitta o'zi qo'yanda o'ynab o'tirish kerak. Ko'pchilik bor joyda turib olib chakish kerak emas. Nima qilish kerak? Vali burchakkada 3-4 kishi bo'lib olib pinakda. Shunaqa o'tirganlarni ko'rsa borib, kim bo'lsan, men qadar kimsan deb urushib berish kerak. Ha, urushib berish. Ba'zi bir erkaklarning diqqatiga xotinni ha deb aytgan ishini qilirish kerak emas. Nima qilish kerak? Eshni oldin qilib qo'yish kerak. Haqiqiy erkak. Keyin futbolga muxlislik qiladigan erkaklar, u bizani terma jamoamiz yutqizib qo'yganda siqilib, nerv siqilib to'polon qilish kerak emas. Nima qilish kerak? Boksga balet qilish kerak. Spirtli ichimlikni ichib olib rulga o'tirish kerak emas. Nima qilish kerak? Sidenaga o'tirish kerak. Bolalar, qizlarga har kuni rasxod qilish kerak emas. Nima qilish kerak? Bir oyda bir qilish kerak bo'ldi. Alo. O'zicha osmon, yonidagilarni bir tinga olmaydigan ba'zi bir san'atkorlarni to'yga chaqirib katta pul berish kerak emas. Nima qilish kerak? Ana shu ro'paradan berish kerak. Keyin hurmatli erkaklarning diqqatiga, u choyxonada o'tirganda o'tdek gaplarni boshqa yoqqa chiqarish kerak emas. Keyin har xil videolarni syomka qilib tarqatish ham kerak emas. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Prosta erkak bo'lish kerak. Endi hazil o'z yo'liga bolalar. Endi jiddiy qilib aytadigan bo'lsa, to'g'risi og'aynilar yig'ilib olib, o'xshamayapti, bo'lmayapti, qatdan kelarkan, qiynalib ketdim deb nolish kerak emas. Shunchalik tinch, osoyishta yurtda yashayotganimizga shukr qilish kerak. Birovni haqqini yeb, qaqshatib boy bo'lib ketaman deb o'ylash kerak emas. Ertaga uni javobi bor, shuni o'ylash kerak. Ada aqlingiz yetmagan narsaga aralashmay qolma. Men sizga nima? Bitta narsani tushunmaydigan bolaman, bu jim o'tiring ada. Oyi siz aralashmay yonini olmayadimmi? deb ota-onani dilini oritish kerak emas. Kerak bo'lsa qanaqa xizmat bo'lsa ham atroflarida girdi kapalak bo'lib, ularni duosini olish kerak. Bunaqa sahnaga chiqib olib, uni ustiga jonlimi, jonsizmi, yoqadimi, yoqmaydimi muxlislardan ha deb qarsak so'rayish kerak emas. To'g'ri. Agar chiqishlar tugab qolgan bo'lsa, sekin ta'zim qilish kerak. Yoqgan bo'lsa muxlislarni o'zi qarsak chalish kerak menimcha. Dizayn guruhi o'pka